hayotda shunaqa bo'ladi, bizga juda katta og'riq berishadi-da. O'shanda biz ham narigi insonlarga o'xshab xatti-harakat qilgimiz keladi. Qasos olgimiz keladi. Alam ichida bo'ladi. Mana shu narsani chiqarishga harakat qilamiz. Ko'rsatib qo'yaman hali senga deymiz. Lekin men konsultatsiya mobaynida ham gaplashganimda aytamanki, qalbi pok insonligingizdan afsuslanasizmi deyman. Yo, afsuslanmayman deshadi. Nimaga unda qalbi pok bo'lmagan insonlarga o'xshab xatti-harakat qilishga havas qilyapsiz deyman. Tasavvur qilasizmi? Sizni qalbi pokligingiz uchun, siz narigi insonga o'xshamaganligingiz uchun sizga pand berishdi. Endi siz qasos dardida yashamoqchi bo'lsangiz, narigi insondan farqingiz nimada? Nima qoladi sizda? Narigi inson bilan solishtirganda. Shuning uchun hech qachon qalbi pok insonligingizdan afsuslanmang. Hech qachon bu hayotda adolat bilan, to'g'ri yo'l bilan yashayotganingizdan afsuslanmang. Hattoki hayotingizga pastkash, ablah, nomard insonlar kirib, mana shu narsaga afsuslantirgan taqdirda ham